Bilasizmi, Zlatan Ibragimovich Ronaldo siymosini hech qachon tan olmagan shaxsiyat. E'tibor bering, Ronaldo Italiya A seriyasiga Juventusga o'tganda o'sha paytda jurnalistlar Zlatanga shunday savol beradi. Zlatan, sen bir paytlar gullatgan Italiya A seriyasiga qirollardan biri o'tdi. Bunga fikring qanday deganda, A seriyaga Messi o'tdimi degan Zlatan. Ya'ni Ronaldo kelganini bilib turibdi, lekin jurnalistni qirollardan biri degan so'ziga nisbatan Messi keldimi degan gapni ishlatgan. Bu Ronaldoni tan olmaslikning eng katta belgisi hisoblanadi. Ammo lekin biroq Zlatan Ibragimovich faoliyatida hech bo'lmaganda bir marta Leo Messini tan olgan va sen mendan zo'rsan Leo degan iborani ishlatgan va bunga yetarlicha sabab ham bor. Hozir men sizlarga o'sha sabablarni aytib beraman. Undan oldin esa kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Bu futbolga oid eng yaxshi sahifalardan biri. Unda boshladik. Gap shundaki 2010-yil 31-martda Arsenal va Barselona Londonda Chempionlar Ligasi chorak final dastlabki o'yinini o'tkazadi va uchrashuvda Barselona Zlatan Ibragimovichning dubli evaziga 2-0 hisobida oldinga chiqib oladi. Ikkinchi taymda esa uyg'ona olgan Arsenal futbolchilari Fabregas va Theo Walcott bittadan gol kiritadi. Yakungacha hisob o'zgarmaydi va Emiratesdagi uchrashuv durang ila tugaydi. Va nihoyat oradan bir hafta o'tib 6-aprelda Zlatan Messini e'tirof etishiga sabab bo'lgan o'sha javob o'yini ham keldi. Zlatan o'yindan oldin Messiga "Eshit kichkina, men o'z vazifamni bajardim, endi sening navbating" deydi. Londonliklar salobatli Camp Nouga tashrif buyurishdi. Aktyor kabi Emiratesdagi serialni davomida ishtirok etish uchun. Lekin o'sha kuni Leo degan bezori yigit Londondan tashrif buyurgan har bir aktyor va tomoshabinlarni bosib o'tgan yo'llari haqqi Katalon zaminiga kelganlarga pushaymon qildirdi. Uchrashuv boshlandi. 18-daqiqadayoq Bentlerning goli evaziga Arsenal umumiy 3-2 hisobida oldinga chiqib oldi. Ana endi to's to'polonni ko'ring. Shu goldan 2 daqiqa o'tiblar Leo gol urib 2 o'yin hisobiga ko'ra natijani 3-3 qildi va o'yinning qolgan daqiqalarida Arsenalning har bir futbolchisiga badal to'latdi. Messi birinchi bo'limning o'zida hat-trick qilib maydondagi yigitlarni o'z qarshisida bemavrid chiqqanini aytgandek bo'ldi. Buning isboti u ikkinchi bo'limda ham to'xtamadi. Yakungacha yana bir gol Messidan poker. Barselona yarim finalda, londonliklar esa jangda talofat ko'rgan armiya kabi birlashgan qirollikka qaytdi. Mana shu o'yin tugagach Zlatan kiyinish xonasida Messiga qarata "Qoyil Leo, bugun sen o'z ishingni qoyilmaqom uddalading va mendan zo'rligingni isbotlading. Barakalla kichkintoy, davom et" deydi.